Sizlarning do'koninglar arzonmi yoki bozor arzonmi deydigan akalar uchun arzon zo'r. Hamma narsani narxi bilan qo'yamiz, o'zingizlar taqqoslab oberasizlar. Eng arzon shu payortimizda. Do'konda 195 ming so'm. Udar funksiya bor, birinchisi kurs, ikkinchisi kursi bor. Udar funksiyasini ham ishlashini ko'rib turibsizlar. 48 volt yozilgan, realni esa 18 volt, 5 ta yachekasi bor. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, indikator ham bor, mana. Komplektida 2 ta batareyka, zaryadniy устройство, mashina nabori bilan narxi 195 ming so'm. Buni professionalga tavsiya qilmaymiz. Mana bu yerda 5 o'tishnisi bor, 245 ming so'm. Mana. Bunda ham 48 yozilgan, realni 18 bo'ladi. Yozuvga ishonmanglar, konkretnisi 5 ta mana shunaqa batareyka ko'rdinglarmi? Bo'ldi, 48 degan narsa emas. 18 bo'ladi. 5 o'tishni bunda ham ikkita оборот bo'ladi. Metal patron blok funksiya bor. Bunda blok funksiya yo'q. Narxi 195 mingga 245 ming so'm. Buni komplektida ham ikkita batareyka, mana shu instrumentlar hammasi bor. Zaryadniy устройство ham bor. Xo'p, 245 ming so'mga 5 o'tishni. Mana bu yerda 345 mingga udari bilan mana kattaroq shu payortimizni olishingiz mumkin. Bomba variant. Narxi 345 ming, kesi ham katta, chutki. Mana bu yerda yaqinda skidkaga qo'yilgan edi, udari bor, qaranglar. Muzlatib qo'ydik, esladinglarmi? Mana shu payort. Mana balandroqdan ko'rsatasiz, chutki. Udar bor, 48 yozilgan, realni 18, 5 o'tishni shurpayort, hamma narsasi bilan narxi 399 ming so'm. Mana bu yerda batareykasi kattasi bor. 98 yozilgan, bu yerda 20 volt, 450 ming so'm. Batareykasini kattasi 5 ta, 10 ta yacheyka, 20 volt, tepasida udar, оборот regulyatsiya bor. Komplektida mana bu narsa. Narxi 450 ming so'm. Endi sal qimmatroq variant cho'tki ishlataman deydigan insonlarga mana bu Albert brendidan shurpayortimizga kelgan. Buni zavodi ham boshqacha, sifati ham boshqacha. Farqini ko'rsating. Farqini ko'rdinglar. Komplektida 1, 2, 3, 4 ta dona o'zi yachekasi bor, 2 ta batareykasi, mana. Zaryadniy устройствosiga ham e'tibor beringlar. Bunaqa zaryadniy устройство emas. Narxi bekorga qimmat emas. 445 ming so'm. Aylanish tezligi, zavodi, korpuslarida farq bor. Mana narxini ko'rishingiz mumkin. 18 voltda 2 ta batareyka, 5 o'tishli. Xo'p, buni ko'rsatdik. Endi sal batareykasi kattarog'i bor. Bu 16 bo'ladigan bo'lsa, realni 16 deb bu yerda 18 yozilgan. 16, bu ham 18, 21 emas. Voy. Blok funksiya bor. Indikator bor. Komplektida mana shunaqa zaryadniy устройство, yana bitta zaryadniy batareyka bor. Narxi 510 ming so'm. Alberta. Mana bunisini e'tibor bilan yaqinroqdan ko'rsating. Arra. Komplektida yana bitta batareykasi bormi? Bitta ekan. Ikkita batareyka, to'g'rimi? Komplektida ikkita batareyka 390 ming so'm. Mana bu yerda xohlasanglar, Arra qaychi? Narxi 715 ming so'm. Ko'pchilik so'rayapti, qo'ylarning ikkinchi mavsumi keldi. Ya'ni yungini oladigan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qo'y mashinkaning eng arzon varianti do'konimizda 500 ming so'm, taxminan yana 10-15 kundan keyin sal qimmatroq, zo'rroq variantlari keladi. Uy sharoitiga mana shu ham bo'ladi. Mana 500 ming so'm. Endi 4 tali, 5 tali, 6 tali, 9 tali nabolarni ko'ramiz sizlar buni. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bolgarka 5 o'tishli, perforator 5 o'tishli bitta ishlataman. Tez ko'rsatib, vaqt cho'zilib ketmasin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Gayka yo'q. Hop, 4 ta instrumentga 4 ta batareyka, bitta zaryadniy устройство. Batareykasi bu yerda hozir zaryad qilinmagan ekan, 1 million 105 ming so'm. Zaryadniy устройствоsi ham bor. 1, 2, 3, 4 ta instrument, 4 ta batareyka, bitta zaryadniy устройство. Narxi 1 million 105 ming. Mana bu yerda 5 taligi bor. 1 million 560 ming. Sirkulyarka, bolgarka, gaykaviyor, shurpayor, perforator. 4 ta batareyka, bitta zaryadniy устройство. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 2 ta zaryadniy устройство, 4 ta batareyka, 6 ta instrument. Arra ham bor komplektida mana. Bolgarkani qaranglar, 5 o'tishli, baquvvat. 4 ta batareyka mana shu komplektatsiyada. Yaqinroqdan ko'rsatib boraverasiz. Xo'p, 9 tali instrumentga navbat keldi. Narxi necha pul deb o'ylaysizlar? 250 dollarga hammasini olishingiz mumkin. Sabelniy pivot, perforator, bolgarka, shurpayor, gaykaviyor, sirkulyarka, lobzik, fanarik, frezer, kromочный frezer mana. Ko'rishimiz mumkin. Bir qo'lda ham ishlatsak bo'ladi. Va shuncha instrumentlar o'zining komplektida bor. Katta chamadon, mana bu yerda g'ildiraklari bor-da, shuni surib yursanglar bo'ladi. 250 dollar. So'mda 3 million 250 ming so'm bo'layotgan ekan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Nabor 910 ming so'm, ichida 213 ta predmet, instrument bor. Hamma narsasi bor. Buni ham qilamiz, mana bitta ko'ringlar.
apparat. Mana. Hamma narsasi komplektida 910 ming so'm. Endi elektr instrumentlarga navbat. 215 ming so'm, 150 ming so'm drill. Yaqinroqdan ko'rsatavering. Xo'p, perforator. Tak, 340 ming so'm, 226. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, patron bor. Mana bu yerda hamma narsasi komplektida bor. 150 ming so'm dedim, 215 ming so'm, 340 ming. Eng arzon bolgarkamiz 234 ming. Оборот regulirovkasi bor, xolislik yo'g'i ham bor. 234 ming so'm. Mana bu yerda apparatimiz ham kelgan. Shkurka apparatimiz 325 ming so'm. Bolgarka 230 talik kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konda 377 mingga topishinglar mumkin. Mana 230 taligini 610 mingga topishinglar mumkin. Endi ko'pchilik so'raydigan lazerlar. Polvon 747 ming 4D. Mana bu yerda 600 ming so'mga oyoqlari bilan komplektlarida hamma narsasi bor. Narxi 600 ming so'm. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, nomer 1dan 450 mingga mana shu lazerni urovini olishinglar mumkin. Такой kichkina kompaktni mana shunaqa qilib olib yursanglar bo'ladi, yelkada olsa. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, hamma narsasi komplektida 559 ming so'm. Rossiyskiy number 1 brendi, sborkasi Xitoy. Original instrument mana shu, garantiyasi ham bor. Endi ko'pchilik eng arzoni qaysi aka deydigan insonlar uchun 390 ming so'mga lazerni uroving. Mana bu yerda o'zi turibdi, mana 390 ming so'm. Tablo lazer deymiz buni biz. Mana hamma narsasi shu yerda ko'rsatib turadi. Komplektida hamma narsasi bor. Oyog'i, hamma narsasi mana 390 ming so'm narxi. Xo'p, yana bitta nabor kelgan 390 mingga mana bu ключ nabor. 108 ta predmetli nabor ключ, ikkita trishotkasi, golovkalari, отвертка naborlari har xil mana. Svarka apparatlarni ish biladigan akalarimiz uchun mana bu yerda 45 dollarga, 35 dollarga eng arzon svarka apparatimiz 350 talik, to'rli elektrodda bemalol yoqoladi. Mana bunisi 5 likni ham yoqoladi. 450 taligimiz tegi-tegi. Ham 380 da ishlaydi, ham 220 da ishlaydi tegi-tegi. Bu faqat 220 ni o'zida ishlaydi. Uy sharoitida olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bunisini professionalga ham tavsiya qilamiz. Bu yerda ham polavtomat, oddiy elektrod ham tushadigan, hech qanaqa orqasiga kislorod balon ulanmaydigan svarichni apparat 2 v 1. Oddiy elektrod ham ishlatasizlar. Hempi polavtomat ham qilib ishlataverasizlar. Shlankasining uzunligi 4 metr. Mana bu dubl pistoletimizda porox otib beradi, poroxli o'q otadi mana. Narxi 90 ming so'm. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi bozor bilan o'zingizlar taqqoslab olasizlar narxlarni. Bundan keyingi videolar nima bo'lishini yozib ketadigan bo'lsanglar, shiroki xuddi shunaqa qilib videoni joylashtirib boramiz. Keyingisi nasib bo'lsa kompressorlar bo'ladi. Naryoqda gazon kasilkalar bor.